Ba'zi kishilar xotinini shunaqa urar ekan, men eshitib ba'zida yoqamni ushlab qoldim. Eng qizig'i, eng bir odamning qalbini qiynatadigani. Birodar, bu masalani bir qalbingiz bilan bir tarozida o'lchab ko'ring. O'sha qiynatadigan, bizni qalbimizni tirnayotgan narsa, o'sha odam masjidga kelib Allohu akbar deyapti. Alloh buyukdir deb namozga kirishyapti. O'sha odam subhana robbiyal a'lo, Robbim nuqsonlardan pokdir deb peshonasini sajdaga qo'yapti. Lekin uyida bir odamni ko'zini yoshlik qilib kelyapti. Yig'latyapti, pastga uryapti, so'kiyapti, fahish so'zlar bilan haqorat qilyapti, badnom qilyapti. O'zini ayoli, o'zini farzandlarini onasi, o'zini juft haloli tobutini ertaga ko'tarilganda yaxshi odam edi deb so'roq savoli birinchi o'rinda ijobati so'raladigan ayol, ertaga qabrga qo'yilganda so'raladigan o'sha ayol, qiyomat kunda oilasiga qanday muomala qildi deb so'ralganda, so'roq qilinganda guvoh bo'ladigan o'sha